Ana endi men sahnaga bir san'atkorni taklif qilmoqchiman. Men bilaman hozir bu san'atkorga qarsay, chalinglar demayman. Sababi O'zbekistonni 7 yoshdan 70 yoshigacha shu san'atkorni yaxshi ko'radi desam, bunda adashgan bo'laman. 3 yoshdan 93 yoshgacha yaxshi ko'radi, sevib tinglaydi, maza qilib bironta bir bayram, to'y, hasham, xursandchilik yo'qki, shu san'atkorsiz o'tmasa. Kechirasizlar. Men assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ras. Aka, men tushunmadim, kechirasiz. Men boshqa san'atkorni e'lon qilyapman. Hozir biza chiqamiz. Boshqa san'atkorning navbati. Sizlar kimsizlar? Men bilmasam, spiskada bo'lmasanglar. Kim? Sizga telefon qilishgan yuqoridan. Biza chiqamiz hozir. Yuqoridan? Yuqoridan. Rayon hokimiyatidanmi? Yuqoridan deyapman. Shahar hokimiyatimi? Vobshe yuqoridan, uka. Viloyat hokimiyatimi? Yuqoridan. Qatdan yuqoridan. Mana buni tog'asi kiranda ishlaydi. O'sha yerga men telefon qilib qo'yaman, chiqaveringlar dedi. Menga hech kim telefon qilgani yo'q. Menga qarang. Men sizlarni birinchi marta ko'rib turibman. Qanaqa ashulachisizlar? Men taniydigan guruhlar boshqa. Shahzod, Xo'ja, Sorbon, Karvon, sizlarniki qanaqa guruh? Narvon. Qanaqa? Narvon. Lesitsa. Narvon degan guruh ham bo'lar ekan. Voy, Karvon bo'lsa Narvon bo'lmaydi. Sorboni ham bor-ku. Tavba qildim. Narvon degani bu san'at osmoniga sekin-sekin Narvondan chiqib boraman degani. Bunga farosatingiz yetmaydimi? Yo'q, qanaqa ashula aytasizlar sizlar? Liboyni aytamiz biz. Siz agar xalaqsiz shu yerda bo'ling, bo'lsa hayda boramiz. Yo'q, men xalaq yo'q, hop, eshitdik, qani hop, aytib ko'ring. Ansamblda bir boshqa sozandalar bo'lardi. Ey uka. Ana ular yolg'ondan chalyapti, biz rostdan chalamiz. Doira chiqadi. Ana ko'rdingizmi, doirachilar yo'q. Hozir duqil yo'qolib yuradi becha. Garangda, garang. Keldi. Qattiq yuribsan. Televideniyega qidirib boribman sizlarni. Yo'qda dedi. Xalqlar do'stligi saroy dedim, ana yetimlarni boqmagan cholni oldida dedim. Bolalarni ushlab turibdi. Qanaqa yuribsan? Adashib ketibman. Pastda turibdi chol bolalarni ushlab. Eshitmaydi bechara. O'shan bolalardan so'radim. Qizimagan doira. Qizimagan u doira, bizdagi u qizimagan doira. Qizmaysizmi? Foydasi yo'q. O'yinga chalamiz, o'yinga. O'zbek xalq qo'shiqlaridan tanavar, talablarga binoan. Raqqosa qani? Hofiz, kecha Chinosda to'yda qolib ketibdi-da. Qo'l tashab kelasanlar. Nechta raqqosalar yo'qotib qo'ydigan. Bu ham ketdi men quloqni shu. Qarang, bu yerdacha shinamandalar o'tiribdi. Bo'ladiganni ayting, bo'ladi. Ashula aytinglar, ashula. Sichib o'tiring. Og'irrog'idan aytamiz, yig'laydiganidan. Rez. Yig'laydigan. Rez. Qilib tursang bo'ldi.
Top qayrag'och ostida top o'ynagan yetimlar. Top qayrag'och ostida top o'ynagan yetimlar. Onam kelar deb yo'l poylagan yetimlar. Eshitganlar birodar maqsadiga yetsin. Ey yaronlar birodarlar, o'tarmiz oqibat bir kun. Ey yaronlar birodarlar, o'tarmiz oqibat bir kun. Yaqosi yo'q tonni kiyib ketarmiz oqibat bir kun. Hamma yoq bo'ldi gulistondan, yig'lamay kim yig'lasin? Hamma yoq bo'ldi guliston, men yig'lamay kim yig'lasin? Hamma yoq bo'ldi obod. Hofiz, bizni oshga kelganimiz yo'q. Bugun bayram bu, yangi yil kechasi. Yo'q-e. O'zim aytdim, oshda ayollar nima qo'tirib dedim. Lagan ko'rinmaydi. Bayrammi bu? Endi uka bunda. Ha. Biza bayramda ashula etmaymiz. Yashay, rahmat Yo'q, sizlarga. men etmayman. Tekin joyda bayram. Siz oshni etasizmi? Pulli joylarda. Tekinga menmi bor, tortmay turadi. Shu bitta ashula etsin, men sahnaga. Xo'sh, qani ichversin, bo'linglar, tez-tez bo'linglar. Qo'ydi, shoshirmang. Muhabbatim yavr hajrida ado qilding, ado qilding. Yettursan deb savlimga gado qilding, gado qilding. Gado qilding, gado qilding. Manga boylik havasdur, shuhratga kim yo'qdur mayil. Nechuk tengsiz jahonimda judo qilding, judo qilding. Judo qilding, judo qilding. Dilribobim chalar bo'lsang, o'zingdan o'zga kim tinglar? Kuy qilib g'azal qilib nido qilding, nido qilding. Nido qilding, nido qilding. Men o'zingga sig'ingandim, yulduz kabi ketding yiroq. Borib ahding topolmayman, xato qilding, xato qilding. Xato qilding, xato qilding. Na shohman, na bir gadoman, muhabbat ish dilbasi. Nasibang shul sani ishda ado qilding, ado qilding. Ado qilding, ado Qoyil.